Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Qariyalar kasalxonada davolanmaydimi? Yangi qo'yda chiqibdimi? Endi yoshi katta odamni shifoxonaga yotqizishmaydimi degan savollar ko'paydi. Bu gaplar har bir oilaga tegishli. Chunki hammamizning ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, yoshi katta qarindoshimiz bor. Eng xavflisi shuki, odamlar eshitgan gapiga ishonib, vaqtda shifokorga bormay qo'yishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha tinglang. Chunki men sizga qaysi holatda kasalxona qabul qilishi shart, qaysi holatda poliklinika orqali yo'llanma kerak bo'lishi mumkin, nimalarni talab qilish qonuniy, nimalarga rozi bo'lmaslik kerakligini oddiy tilda aytib beraman. Avval ko'p joylarda tartib boshqacharoq ishlardi. Yoshi katta odamning ahvoli yomonlashsa, farzandlari uni mashinaga o'tkazib, to'g'ri shifoxonaning qabul bo'limiga olib borardi. Qon bosimi 200 ga chiqsa, yuragi siqilsa, nafas olish qiyinlashsa, qorni og'risa yoki oyoq qo'li shishsa, odamlar shifoxonaga borib yotqizib davolanlar derdi. Ba'zi holatda shifokor ko'rib, joy bo'lsa yotqizgan, joy bo'lmasa boshqa bo'limga yuborgan. Ayrim hollarda esa poliklinikadan yo'llanma olib keling degan. Endi esa ayrim joylarda tartib qattiqroq nazorat qilinyapti. Ya'ni har bir bemor shifoxonaga kelgani bilan darhol statsionarga yotqizilmaydi. Birinchi navbatda bemorning holati baholanadi. Hayotiga xavf bormi? Shoshilinch yordam kerakmi? Uyda yoki kunduzgi statsionarda davolasa bo'ladimi? Yo'llanmasi bormi? Tahlillari bormi? Shifoxonada aynan shu bemorga kerakli bo'lim va joy bormi? Mana shu o'zgarishlarni odamlar qariyalarni endi davolashmaydi deb tushunib qolishyapti. Men aniq aytaman. Yoshi katta odamni faqat yoshi uchun davolamaslik mumkin emas. Lekin har bir shifoxona har bir bemorni istalgan vaqtda yotqizishga majbur degani ham emas. Farq mana shu yerda. Eng asosiy qo'yda, agar bemorning hayot xavf ostida bo'lsa, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak. Masalan, insult belgilari bo'lsa, yurak xuruji gumon qilinsa, hushdan ketish, og'ir nafas qisishi, qon ketish, qattiq og'riq, yuqori isitma bilan umumiy ahvol keskin yomonlashishi. Qandli diabetda hushning buzilishi, bosimning juda yuqori bo'lib ketishi kabi holatlarda yo'llanma olib keling deb vaqt o'tkazish xavfli. Bunday vaziyatda tez yordam chaqiriladi yoki qabul bo'limiga zudlik bilan murojaat qilinadi. Endi men kimlar xavotirlanishi kerak, kimlar esa vahimaga tushmasligi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda 10 yoshdan oshgan surunkali kasalligi bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, qandli diabet, buyrak kasalligi, jigar muammosi, insultdan keyingi holat, nafas yo'llari kasalliklari, onkologik kasalliklar, kamqonlik yoki tez-tez yiqilib qolish holatlari bo'lsa, bunday bemor oddiy bemordan ko'ra ko'proq nazoratga muhtoj bo'ladi. Lekin bu har safar shifoxonaga yotish kerak degani emas. Masalan, 8 yoshli otaxonning qon bosimi 1020 ga 90 bo'lib turibdi, boshi biroz og'riyapti, lekin hushida. Gapiryapti, qo'l oyog'i ishlayapti, ko'krakda kuchli og'riq yo'q. Bunday holatda oilaviy shifokor, poliklinika yoki kardiolog ko'rigi orqali dori tartibini o'zgartirish yetarli bo'lishi mumkin. Agar shu otaxonning bosimi 220 ga 120 bo'lsa, ko'zi xiralashsa, tili chuchuklashsa, bir qo'li uvishsa yoki ko'kragi siqilsa, bu endi boshqa holat. Bu yerda vaqt yo'qotib bo'lmaydi. Yana bir misol. 2 yoshli onaxon qandli diabet bilan yuradi. Qandi odatda 8 yoki 10 atrofida bo'lishi mumkin. Bu yaxshi ko'rsatkich emas, albatta nazorat kerak, lekin hamisha shifoxona degani emas. Ammo qand 25 ga chiqsa, og'iz qurishi, kuchli holsizlik, ko'ngil aynishi, hushning chalkashi bo'lsa, bu xavfli. Yoki aksincha, qand o'tdan past tushib, bemor titrasa, tarlab ketsa, gapira olmay qolsa, hushdan ketishga yaqinlashsa, bu ham shoshilinch holat. Mana shunday vaziyatlarda qarligidan shunaqa deb kutib o'tirish eng katta xato. Yana bir keng tarqalgan vaziyat. Odamlar oyog'i shishdi, demak kasalxonaga yotqizinglar deyshadi. Oyoq shishi yurak, buyrak, jigar, tomir, dori ta'sir yoki kam harakatlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar shish asta-sekin paydo bo'lgan, nafas qisishi yo'q, og'riq kuchli emas, bemor yurib turibdi, buni poliklinika orqali tekshirtirish mumkin. Lekin shish bilan birga nafas qisishi, kechasi yotganda bo'g'ilish, lab ko'karishi, ko'krak og'rig'i bo'lsa, bu yurak yetishmovchilik kuchaygani darak berishi mumkin. Bunday holatda shoshilinch ko'rik kerak. Endi savol. Yangi qo'yda nimani o'zgartirdi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Ko'p shifoxonalarda bemorlarni yotqizish rejali va shoshilinch tartibga ajratiladi. Rejali yotish uchun ko'pincha oilaviy shifokor yoki mutaxassis yo'llanmasi.
tahlillar, oldingi kasallik tarixi, ambulator karta ma'lumotlari kerak bo'ladi. Bu shifoxonaga bemorni to'g'ri bo'limga joylashtirish, kerakli joyini oldindan belgilash, tahlillarni takror qilmaslik, navbatni adolatli yuritish uchun kerak. Shoshilinch holatda esa birinchi o'rinda qog'oz emas, bemorning hayoti turadi. Ayrim oilalar mana shu farqni bilmagani uchun muammoga duch keladi. Masalan, 75 yoshli bemorning tizzasi 3 oydan beri og'riyapti. Oila uni kechqurun qabul bo'limiga olib keladi va hozir yotqizinglar, ertaga operatsiya qilinglar deydi. Shifoxona esa bu rejali holat, travmatolog yoki ortoped ko'rigi, rentgen, tahlillar, yo'llanma va navbat kerak deyishi mumkin. Bu qariyani davolashmayapti degani emas. Bu jarayon reja bilan bajarilishi kerak degani. Lekin shu bemor yiqilib, so'ng suyagi singan bo'lsa, og'riq kuchli bo'lsa, oyoqqa tura olmasa, bu endi shoshilinch holatga kiradi. Yana bir misol, taqim yoshli onaxonning xotirasi pasaygan, uyqusizligi bor, ba'zan gapni adashtiradi. Farzandlari kasalxonaga yotqizib, ukol qilib tuzatinglar deyishi mumkin. Lekin demensiya, xotira pasayishi, uzoq davom etgan ruhiy o'zgarishlar ko'pincha bir haftalik ukol bilan hal bo'lmaydi. Nevrolog, psixiatr, terapevt ko'rigi dorilarni muntazam qabul qilish, uy sharoitini xavfsiz qilish, qon bosimi va qonni nazorat qilish kerak bo'ladi. Ammo xotirasi birdan yomonlashsa, avval yaxshi gapirib yurgan odam bir kunda chalkashib qolsa, isitmasi chiqsa, siydik yo'li infeksiyasi, insult, qonning tushishi yoki ko'tarilishi bo'lishi mumkin. Bu holatda tez yordam kerak. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar bemorning holati barqaror bo'lsa, rejalashtirilgan tekshiruv kerak bo'lsa, surunkali kasallik nazorati kerak bo'lsa, poliklinika orqali harakat qilish to'g'ri yo'l. Masalan, bosim dorisini almashtirish, qon dorisini moslash, bo'g'im og'rig'i, yengil kamqonlik, rejali UZI, rejali kardiogramma, ko'z ko'rigi. Eshitish pasayishi kabi holatlarda eng birinchi qadam oilaviy shifokor bo'ladi. Bu odamni davolashmayapti degan emas, aksincha tizim sizni to'g'ri mutaxassisga yo'naltiryapti degani. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik nuqta, shifoxona qabul bo'limida sizga og'zaki joy yo'q deyishlari mumkin. Haqiqatan ham joy bo'lmasligi mumkin. Lekin bemor shoshilinch holatda bo'lsa, unga birinchi yordam ko'rsatilishi, holati baholanishi kerak bo'lsa, boshqa shifoxonaga yo'naltirilishi yoki tez yordam orqali ko'chirilishi kerak. Shunchaki darvozadan qaytarish to'g'ri emas. Ayniqsa bemor nafas ola olmayotgan, hushsiz, qon ketayotgan, ko'kragi og'riyotgan, insult belgilari bor holatda ertaga keling degan javob bilan ketib qolmang. Ikkinchi nozik nuqta, yoshi katta davolashdan foyda yo'q degan gapga ehtiyot bo'ling. Tibbiyotda yosh muhim omil, lekin yagona omil emas. 40 yoshli odam ham to'g'ri davolansa oyoqqa turishi mumkin. 60 yoshli odam esa og'ir kasallik bilan juda xavfli holatda bo'lishi mumkin. Shifokor bemorning umumiy ahvoli, yurak, o'pka, buyrak faoliyati, hush holati, mustaqil yurishi, ovqatlanishi, infeksiya bor yo'qligi tahlillarni hisobga oladi. Agar operatsiya xavfli deyilsa, buning sababi tushuntirilishi kerak. Agar statsionarga yotqizish shart emas deyilsa, uyda qanday davolash, qaysi dori, qachon qayta kelish, qaysi belgilarda tez yordam chaqirish kerakligi aniq aytilishi kerak. Uchinchi nozik nuqta, hujjat masalasi. Ko'pincha muammo bemorning pasporti, tibbiy kartasi, oldingi tahlillari, qabul qilayotgan dorilar ro'yxati yo'qligidan chiqadi. 7-8 yoshli bemor 10 xil dori ichayotgan bo'lishi mumkin, lekin farzandi dorilarning nomini bilmaydi. Bir oq tabletka, bir qizil kapsula ertalab ichadi degan ma'lumot shifokor uchun yetarli emas. Chunki ayrim dorilar bir-biri bilan mos kelmaydi. Ayrimlari bosimni tushirib yuboradi, ayrimlari qonni suyultiradi. Masalan, bemor aspirin yoki varfarin ichayotgan bo'lsa, qon ketish xavfi boshqacha baholanadi. Diabet dorisi ichayotgan bo'lsa, och qoringa qolib ketishi xavfli. Shuning uchun dori ro'yxati juda muhim. 4-chi nozik nuqta, pullik bo'limga boring degan holatlar. Ba'zan davlat shifoxonasida bepul yo'nalish, imtiyoz, kvota yoki navbat bo'lishi mumkin. Ba'zan esa ayrim xizmatlar pullik ko'rsatiladi. Siz darhol janjal qilishdan oldin aniq savol bering. Bu xizmat nima asosda pullik? Bepul varianti bormi? Imtiyozli toifaga kiradimi? Yo'llanma bilan kelinsa qanday bo'ladi? Qaysi hujjat kerak? Javobni iloji boricha yozma yoki hech bo'lmaganda aniq ism familiya bilan oling. Men ko'p ko'rganman. Odamlar hammasi pullik ekan deb ketadi. Aslida esa yo'llanma, tahlil yoki ro'yxatdan o'tish tartibini bilmagan bo'ladi. 5-nozik nuqta, tez yordam va qabul bo'limi vazifasi bir xil emas.
Tez yordam hayot uchun xavfli holatda birinchi yordam ko'rsatadi va kerak bo'lsa shifoxonaga olib boradi. Qabul bo'limi esa bemorni ko'rib, shoshilinch yordam, tekshiruv, kuzatuv yoki yotqizish masalasini hal qiladi. Agar tez yordam shifoxonaga olib borish shart emas desa, lekin bemorning ahvoli sizga juda xavfli ko'rinsa, belgilarni aniq ayting. Qachondan beri bosim necha, qand necha, nafas soni, isitma, hush holati, og'riq qayerda? Gapirish o'zgarganmi? Qo'l oyoqda kuchsizlik bormi? Umumiy yomon bo'lib qoldi degan gapdan ko'ra aniq ma'lumot tezroq yordam beradi. 6-nozik nuqta, ba'zi kasalliklar qariyalarda odatdagidan boshqacha ko'rinadi. Yosh odamda pnevmoniya bo'lsa, isitma, yo'tal ko'krak og'rig'i bo'ladi. Qariyada esa isitma bo'lmasligi, faqat holsizlik, ishtaha yo'qolishi, chalkashlik, yiqilib qolish bo'lishi mumkin. Yosh odamda infarkt kuchli ko'krak og'rig'i bilan keladi. Qariyada esa nafas qisishi, sovuq ter, ko'ngil aynishi, bel yoki jag' og'rig'i bo'lishi mumkin. Shuning uchun isitmasi yo'q ekan, demak xavf yo'q yoki ko'kragi og'rimayapti. Demak yurak emas deb xulosa qilmang. 7-nozik nuqta. Uyda davolanish ham nazorat talab qiladi. Agar shifoxona uyda davolansin desa, siz shifokordan aniq reja so'rashingiz kerak. Qaysi dori necha milligram, kuniga necha marta? Ovqatdan oldinmi, keyinmi? Necha kun? Qaysi tahlilni qachon topshiramiz? Qachon qayta ko'rikka kelamiz? Qaysi belgilar paydo bo'lsa, darhol tez yordam chaqiramiz. Agar javob ma'lum bo'lsa, bemor uyga borgach ahvoli yomonlashsa, oila yana sarson bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Uydagi har bir qariya uchun tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, tibbiy karta ma'lumotlari, oxirgi tahlillar, EKG, UZI, rentgen javoblari, shifokor xulosalari, allergiya bor yo'qligi, qabul qilayotgan dorilar ro'yxati bo'lsin. Dori ro'yxatida dori nomi, dozasi, kuniga necha marta ichish yozilsin. Masalan, amlodipin 5 mg ertalab irta, metformin 1000 mg kuniga 2 marta, aspirin 75 mg kechqurun kabi. Bu oddiy qog'oz qabul bo'limida juda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor bilan aloqa o'rnating. Qariya faqat og'irlashganda shifokor ko'rmasligi kerak. Qon bosimi, qand, yurak, buyrak muammosi bor odam kamida vaqti bilan tekshirilib turishi kerak. Oilaviy shifokordan quyidagilarni so'rang. Bu bemor qaysi mutaxassisga ko'rinishi kerak? Rejali statsionar kerakmi? Kunduzgi statsionar bo'ladimi? Imtiyozli dori oladimi? Yo'llanma qanday olinadi? Qaysi tahlillar kerak? Savollarni oldindan yozib boring. Chunki qabul vaqtida odam hayajonlanib unutadi. 3-qadam, shoshilinch belgilar ro'yxatini oilada hamma bilsin. Men bularni alohida ta'kidlayman. Yuz qiyshayishi, qo'l yoki oyoqda birdan kuchsizlik, gapirish buzilishi, ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas qisishi, hushdan ketish, kuchli qon ketish, to'satdan ko'rish yomonlashishi, tutqanoq, qon juda tushib yoki ko'tarilib ketishi, bosim juda yuqori bo'lib bosh og'rig'i va ko'ngil aynishi bilan kelishi, yiqilgandan keyin kuchli og'riq, son yoki bel og'rig'i, qorin qattiq og'rishi. Bunday holatda internetdan maslahat izlab o'tirmang. Tanish hamshiraga qo'ng'iroq qilib vaqt yo'qotmang, tez yordam chaqiring. 4-qadam, kasalxonaga borganingizda gapni to'g'ri boshlang. Davolamaysizlarmi deb baqirish o'rniga aniq ayting. Bemoring yoshi nechida? Asosiy kasalliklari nima? Hozirgi shikoyat qachon boshlandi? Bosim yoki qandi o'lchanganmi? Qanday dori ichgan? Oldin insult yoki infarkt bo'lganmi? Allergiyasi bormi? Masalan, onam 7-6 yoshda qandli diabeti bor. Bugun ertalabdan gaplari chalkashdi. Qandi 24 chiqdi. Suv ichyapti. Juda holsiz degan gap shifokorga darhol yo'nalish beradi. Onam yomon. Bir narsa qilinglar degan gap esa yetarli ma'lumot bermaydi. 5-qadam. Agar yotqizishdan bosh tortilsa, sababini aniq so'rang. Nega yotqizilmaydi? Holati shoshilinch emasmi? Uyda davolash rejasi qanday? Qaysi shifokorga boramiz? Yo'llanmani kim beradi? Qachon qayta kelamiz? Qaysi belgilar bo'lsa zudlik bilan qaytamiz deb so'rang. Agar bemor haqiqatan og'ir bo'lsa, qabul bo'limidan shifokor xulosasini, ko'rik natijasini, tavsiyalarni yozma shaklda berishlarini so'rang. Og'zaki gap bilan qolmang. Chunki keyin boshqa shifokorga borganda ham yozma xulosa kerak bo'ladi. 6-qadam, huquqingizni biling, lekin shifokor bilan urushmang. Men doim shuni aytaman. Tibbiyotda janjal bemorga foyda bermaydi. Lekin jim ketib qolish ham foyda bermaydi. Tinch, aniq, hujjat bilan gapiring. Agar sizga qo'pol muomala qilinsa, bemor ko'rilmasa, shoshilinch holatda yordam berilmasa, shifoxona ma'muriyatiga, mas'ul navbatchi shifokorga, sog'liqni saqlash bo'yicha tegishli murojaat kanallariga murojaat qiling. Lekin murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin, sana
Vaqt shifoxona nomi, bemorning holati, kim nima dedi, qanday yordam ko'rsatildi yoki ko'rsatilmadi. 7-qadam uyda asosiy o'lchov vositalari bo'lsin. Qon bosimini o'lchaydigan apparat, termometr, qandli diabet bo'lsa glyukometr, puls oksimetr bo'lsa yanada yaxshi. Lekin asbob borligi yetmaydi. Undan to'g'ri foydalanish kerak. Bosimni odam yugurib kelgan zahoti emas, 5 daqiqa tinch o'tirgandan keyin o'lchang. Qand natijasini daftarga yozing. Isitma necha bo'lganini yozing. Agar tez yordam kelsa, kecha kechqurun 38 B edi, bugun 39 bo'ldi. Parasetamoldan keyin 37,8 ga tushdi desangiz, bu aniq ma'lumot bo'ladi. 8-qadam qariyani yolg'iz qoldirmang, ayniqsa yangi dori boshlanganda. Ko'p dorilar bosh aylanishi, bosim tushishi, qand pasayishi, uyquchanlik berishi mumkin. 7 yoshli odam yangi dori ichib, kechasi hojatxonaga turganday qilib son suyagi sindirishi mumkin. Bu juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun uyda chiroq, tutqich, sirpanmaydigan gilam, qulay oyoq kiyim, dori ichish jadvali bo'lishi kerak. Bu ham davolanishning bir qismi. 9-qadam ukol olsam tuzalaman degan tushunchadan ehtiyot bo'ling. Qariyalarda ko'p kasalliklar uzoq muddatli nazoratni talab qiladi. Bosim, qand, yurak yetishmovchiligi, buyrak kasalligi bir haftalik tomchi dori bilan butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Shifoxonada holat barqarorlashadi, keyin asosiy ish uyda davom etadi. Dori muntazam ichilmasa, tuz ko'p yeyilsa, suv tartibi buzilsa, shifokor ko'riga borilmasa, bemor yana og'irlashadi. Shuning uchun davolashni faqat kasalxona devori bilan bog'lamang. 10-qadam rejalashtirilgan yotish kerak bo'lsa, oldindan tayyorlaning. Oilaviy shifokordan yo'llanma oling, mutaxassis xulosasini oling, kerakli tahlillar ro'yxatini aniqlang, bemorning doimiy dorilarini olib boring, allergiya haqida ogohlantiring, parhezini ayting. Agar bemor yura olmasa, nogironligi bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, buni oldindan ayting. Chunki shifoxonada parvarish masalasi ham muhim. Kim ovqatlantiradi, kim hojatga yordam beradi, bemor eshitadimi, ko'radimi, xotirasi joyidami? Bu ma'lumotlar shifokor va hamshiralar uchun juda kerak. Men yana bir narsani ochiq aytaman. Har bir yangi qoida o'rtada ko'pincha bemor oqimini tartibga solish maqsadi bo'ladi. Chunki shifoxona joylari cheklangan. Shifokorlar soni cheklangan. Har bir bemor bir xil darajada shoshilinch emas. Lekin tartib bemorga yordam bermaslik uchun bahona bo'lmasligi kerak. Siz ham buni to'g'ri tushuning. Agar holat rejali bo'lsa, yo'llanma va navbat yo'lidan boring. Agar holat shoshilinch bo'lsa, yordamni talab qiling va vaqtni bo'y bermang. Demak, qariyalar davolanmaydi degan gapni umumiy qoida sifatida qabul qilmang. Yosh katta odam ham davolanish huquqiga ega. Shoshilinch holatda unga yordam ko'rsatilishi kerak. Lekin har bir kasallik ham statsionarga o'tkazish bilan davolanmaydi. Ayrim holatlarda poliklinika, oilaviy shifokor, mutaxassis yo'llanmasi va reja asosida davolanish to'g'ri bo'ladi. Eng muhimi, siz shoshilinch belgilarini biling, hujjatlarni tayyor tuting, dorilar ro'yxatini yozib qo'ying va shifokordan aniq yozma tavsiya so'rang. Agar siz yoki yaqinlaringiz kasalxonada shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, fikringizni izohlarda yozing. Qabul qilishdimi, yo'llanma so'rashdimi, qanday muammo bo'ldi? Bu boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri qaror ba'zan inson hayotini saqlab qoladi.